Aziz kitobxonlar, O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin romani hayot va hayotning haqiqatlariga to'la yuqori ufurib turadi. Odam bo'lish qiyin. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov qalamiga mansub roman. Asar adibning ilk romani bo'lib, 1969-yilda yozilgan. Roman yozuvchining ilk katta asari bo'lsa-da, yaxshi muvaffaqiyat qozongan va yildan beri qayta-qayta nashr etilmoqda. Asar sovet va undan keyingi davrlarda bir qancha tillarga tarjima qilinib, nashr etilgan. İlk bora 1970-yilda Yosh gvardiya nashriyoti tomonidan nashr etilgan. 1972-yilda rus tiliga tarjima qilinib, Zelyonaya zvezda nashriyotida nashr etilgan. 1985-yilda G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti asarni Yoz yomg'iri qissasi bilan birga 30 ming nusxali qattiq muqovada nashr etgan. 2007-yilda Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2018-yilda esa Yangi asr avlodi nashriyoti asarni nashr etgan. Asar tilining soddaligi, voqealarning jonliligi e'tiborga loyiq. O'tgan asrning ikkinchi yarmidagi o'zbek nasri rivojida O'lmas Umarbekovning o'ziga xos o'rni bor. Uning Odam bo'lish qiyin romani yoshlar hayoti, ma'naviy axloqiy muammolar, insonlarning murakkab munosabatlari haqida yaratilgan va bugungi kunda ham ko'p o'qiladigan asarlar sirasiga kiradi. Unda o'zbek ayolini yaqqol namoyon etgan Hojar buvi, kuni faqat qora mehnatda o'tadigan, qo'llaridan har doim benzin isi alqab turadigan Obid aka, o'zining jonkuyar mehnati uchun qahramon unvonini olgan qishloqning oldi odami Yusuf aka, maktabda yaxshi xulqi va a'lo baholar bilan o'qib kelayotgan Abdulla va qishloqning aqlli qizi Gulchehraning hayotidan hikoya qilingan. Asar qahramonlari Abdulla, Gulchehra, Samad, Sayyora kabi endigina maktabni bitirgan katta hayot ostonasida turgan yoshlardir. Yuqorida sanab o'tgan qahramonlarimizning o'z rejalari hamda o'z maqsadlari bor, lekin bu qahramonlarning bir-biridan farqi ana shu maqsadlarga qanday erishishlaridadir. Aziz kitobxonlar, O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin romanini o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman.